Assalomu alaykum azizlar. Bugun siz bilan ot so'z turkumi haqida tanishib o'tamiz. Morfologiya bo'limining navbatdagi mavzusi demak ot so'z turkumi ekan. Ot so'z turkumi juda ham oson mavzulardan hisoblanadi. Sababi ot juda ko'p joylarda qo'llanadi. Xohlagan gap bo'lagi vazifasida kela oladi. Xohlagan vaziyatda o'zi xohlagan qo'shimchani ola oladigan turkumlardan biri hisoblanadi. Buni o'rganish anchagina oson. Boshqa misol uchun fe'lga, ravishga qaraganda otni o'rganish ancha oson. Endi ot deb nimaga aytiladi? Ot kim, nima, qayer so'roqlariga javob bo'lib, shaxs, narsa, o'rin, joy, faoliyat, jarayon hamda payt ma'nolarni bildiradigan so'zlarni o'z ichiga oladi ekan. Eslab qoling. Aynan kim, nima, qayer so'rog'iga javob bo'ladi. Shaxs, narsa, o'rin, joy, faoliyat, jarayon hamda paytni bildiradigan so'zlar otga kiradi ekan. Endi otni ma'no guruhiga e'tibor bering. Otni ma'no guruhi atiga ikkitagina ma'no guruhi bor. Bulardan birinchisi atoqli otlar, ikkinchisi turdosh otlar hisoblanadi. Atoqli otlar qanday bo'ladi? Atoqli otlar yakka shaxs, narsa yoki joyga atab qo'yilgan nomlarimiz atoqli otlar bo'ladi va atoqli otlarimiz har doim bosh harflar bilan yoziladi ekan. Turdosh otlar esa inson tomonidan biron bir narsaga atab qo'yilmagan, shunchaki umumiy tushunchani bildiradigan so'zlarni o'zini ichiga oladi ekan. Ana endi bularni bir-biridan qanday ajratamiz? Atoqli otlar boya quyida aytganimdek, har doim katta harfda yoziladi. Aynan unga nimalar kiradi? Shaxs nomlari kirishi mumkin, ya'ni bizning ismlarimiz, misol uchun Dilmurod, Gulnora, Adham degan ismlar. Hayvon nomlari kirishi mumkin. Aynan hayvon nomidan unga siz ism qo'ygan vaziyatingiz. Olapar yoki to'rtko'z yoki bo'ri bosar deb siz nom bersangiz, aynan shu nomi atoqli ot. Joy nomlari, misol uchun Andijon yoki Toshkent yoki Samarqand degan so'zlarimiz. Bayram nomlari, yangi yil yoki mustaqillik kuni, shunga o'xshagan yoki misol uchun 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami degan bayram nomlarimiz. Suv havzalari, Sirdaryo, Amudaryo, Zarafshon, biron bir korxonani nomlari, misol uchun qanday korxona? Navro'z korxonasimi, Nestle korxonasimi, Lalaku degan korxonami, shunga o'xshagan osmon jismlarining nomlari. Demak, mana shularni hammasi atoqli otlar ekan. Turdosh otlar qanday bo'ladi? Turdosh otlar bitta umumiy tushunchani ifodalaydigan so'z bo'ladi. Ya'ni atoqli otning nom qo'yilmagan varianti. Mana misol uchun shaxs otlari. Shaxs otlariga o'quvchi, bola, qiz, amma, xola, ota, ona degan so'zlarni kiritishingiz mumkin. Narsa otlari kitob, daftar, kuchuk, mushuk degan so'zlarni kiritishingiz mumkin. Ona tilida eslab qoling, hayvon nomlari, ya'ni kuchuk, mushuk, mol degan narsalar ham narsa otiga kiradi. Ularga kim deb savol bermaymiz. Ularga nima deb savol beramiz. Keyingisi o'rin joy otlari. O'rin joy otlariga shahar, qishloq, ko'cha, mahalla, uy degan so'zlarni olishingiz mumkin. Faoliyat jarayon otlari: chopiq, dars, saylov, dehqonchilik, terim, paxtachilik degan so'zlarni kiritishimiz mumkin. Payt otlari. Payt otlariga misol uchun qish, bahor, yoz, kun, tun yoki oy kunlarimiz sentyabr, oktyabr, noyabr yoki namoz vaqtlari, misol uchun asr yoki peshin degan so'zlarni payt otlariga berishimiz mumkin bo'ladi ekan. Eslab qoling, bular ravish emas, bular otlar. Ana endi atoqli otlarga oid bir nechta imlo bo'yicha qoidalarimiz bor. Mana shularni ko'rib o'tamiz. Sababi bizda birinchi, ikkinchi savollar imloga oid bo'ladi. Mana shunday vaziyatda atoqli otlardan sizga savol tushib qolishi mumkin. Birinchisi, shaxs nomlari. Buni ko'pchilik biladi. Odamlarning ismi, familiyasi har doim taxallusigacha katta harfda yoziladi. Buni eslab qoling. Keyingisi joy nomlari. Aynan ma'lum bir hududga atab qo'yilgan mamlakat nomi bo'ladimi, Qo'shma Shtatlar nomi bo'ladimi yoki bironta davlatning nomi
qo'shma so'z holida bo'ladimi, har birini katta harfda yozishingiz kerak. Misol uchun, mana Uzoq Sharq, O'rta Osiyo, Janubiy Koreya, O'zbekiston Respublikasi degan so'zlar bunga misol bo'ladi. Lekin joy nomlari yoki oddiy ko'cha nomlaridan tortib olib yoziladigan bo'lsa, demak joy nomlariga siz bitta oddiy ko'cha nomini qo'yyapsiz. Misol uchun Navoiy ko'chasi desangiz, faqat Navoiyni o'zi. Toshkent shahri desangiz, faqat Toshkentni o'zi kichkina katta harfda yoziladi. Yonidagi so'zlar katta harfda yozilishi shart emas. Bundan tashqari joy nomlarining tarkibida bo'yi, orti, oldi degan so'zlar bo'ladigan bo'lsa, bu so'zlarimiz atoqliyotga qo'shib yoziladi. Ural oldi, Kavkaz orti, Orol bo'yi degan so'zlarimiz bunga misol bo'ladi ekan. Ana endi keyingi qoidamiz, bizda osmon jismlari katta harfda yoziladi. Aynan osmon jismlari va sayyora nomlarini biz bosh harfda yozishimiz kerak. Osmon jismlaridan misol uchun Oy, Mars, Merkuriy, Neptun yoki sayyora nomida keladigan Quyosh, Yer degan so'zlarimiz bunga misol bo'ladi. Lekin eslab qoling, men yerda o'tiribman degan gapni oladigan bo'lsangiz, misol uchun men yerda o'tiribman, qarang. Bu yerda yer so'zi sayyora ma'nosida qo'llanmayapti. Bunday holatlarda kichkina harfda yozaverasiz. Faqatgina sayyora ma'nosini bildirsa, misol uchun yer Quyosh atrofida 365 kunda aylanib chiqadi degan vaziyat bo'ladigan bo'lsa, siz bu so'zni bosh harfda yozishingiz kerak bo'ladi ekan. Keyingisi, tashkilot, muassasa, idora, mahsulotlarga qo'yilgan nomlarimiz ham katta harfda qo'sh tirnoq ichida yozilishi kerak. Eslab qoling. Misol uchun, konsert zali bitta joy, muassasa, biz unga Bahor deb nom qo'yyapmiz. Buni qo'sh tirnoq ichida katta harfda yozishingiz kerak. Avtomobil bu bitta mahsulot, ya'ni bitta narsa, unga Damas deb nom qo'yyapmiz. Mana bu yerda Damas xato ketibdi. Damasni qo'sh tirnoq ichida katta harf bilan yozishingiz talab etiladi ekan. Ana endi quyidagi holatlarda otlardagi har bir so'z bosh harfda yoziladi. Qachon har bir so'z bosh harfda yoziladi? Qachonki xalqaro tashkilot bo'ladigan bo'lsa, misol uchun Xalqaro Olimpiya qo'mitasi, e'tibor bering, butun dunyoga oid bo'lgan kompaniya, tashkilot. Demak, hammasini kattada yozishingiz kerak. Osiyo taraqqiyot banki, demak, Osiyo kamida 4 ta 5 ta davlatga qarashli bo'lgan bank ekan. Demak, buni ham hammasini kattada yozishingiz kerak. Hattoki Xalqaro Olimpiya qo'mitasi raisi deydigan bo'lsangiz ham shu yerda rais so'zini katta harfda yozishingiz kerak. Sababi bizda mana shu holda keladigan birikmalarni hammasi katta harfda yozadi. Bu xalqaro tashkilot bo'lgani uchun. Endi O'zbekistondagi eng oliy tashkilotlar ham har bir harfi katta harfda yozadi. Misol uchun eng oliy tashkilotlar Oliy Majlis va Vazirlar Mahkamasi so'zi bunga misol bo'ladi. Aynan Vazirlar Mahkamasi raisi desangiz ham rais so'zi bu yerda katta harfda yoziladi. Eslab qolishingiz kerak buni ham. Keyingisi oliy davlat mansablari. O'zi bizda bitta oliy davlat mansabi bor. Bu ham bo'lsa O'zbekiston Respublikasi prezidenti. Demak, prezident so'zi ham katta harfda yozilishi kerak. Va davlat nomlari birikmali holda kelsa, yuqorida ham aytildi, bu misol uchun Amerika Qo'shma Shtatlari, Shimoliy Koreya, O'rta Osiyo degan so'zlar bunga misol bo'ladi ekan. Lekin kichik vazirliklar, idoralar, tashkilotlar, korxonalarning nomlari faqat birinchi so'zi katta harfda yozilib ketadi. Misol uchun Quvasoy sement zavodi desangiz bunga misol bo'lishi mumkin. Shunga o'xshagan so'zlarimizda faqat birinchisi katta harfda yoziladi. Bundan tashqari kitob, gazeta, jurnal, kinofilm, spektakl nomlarini ham bosh harfda, ham qo'sh tirnoq ichida yozishingiz kerak. Misol uchun, o'tgan kunlar romani so'zida o'tgan kunlar bu yerda kitobga qo'yilgan nom va bu nom
katta harf bilan qo'sh tirnoq ichida yoziladi. Kelinlar qo'zg'oloni spektakli desangiz, spektaklga nom qo'yilyapti va bu yerda ham spektaklni katta harf bilan qo'sh tirnoq ichida yozishingiz kerak bo'ladi. Bundan tashqari O'zbekistondagi eng oliy tashkilotlarimiz, ya'ni davlat tashkilotlaridan eng oliy darajadagilari har bir so'zi bosh harfda yoziladi. Bularga misol qilib biz Oltin yulduz medalini, Mustaqillik ordenini, oliy darajali Imom Buxoriy ordenini, Jaloliddin Manguberdi oliy darajali do'stlik va bu yerda O'zbekiston qahramoni unvoni ham bor. Mana bu ham katta harfda yoziladi. Mana bu unvon, medal degan so'zlar emas. Aynan unvonni nomi O'zbekiston qahramoni. Qahramon so'zi ham katta. Yoki oltin yulduz medali deganda oltin va yulduz so'zi ham katta harfda yoziladi ekan. Buni ham yaxshilab eslab qolishingiz kerak. Lekin bizda kichik ordenlar faqat birinchi harfi kattada yoziladi. Misol uchun Amir Temur o'zi ism ekan, bunga e'tibor bermaysiz. Mana buyuk xizmatlar uchun ordenni oling, buyuk so'zini kattada yozasiz, qolgani kichkinada. Fidokorona mehnatlari uchun, mehnat shuhrati, sog'lom avlod uchun va hokazo shunga o'xshagan ordenlarimizni faqat birinchi harfi katta harfda yoziladi ekan. Bundan tashqari, aynan O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan shaklida keladigan unvonlarda ham faqatgina O'zbekiston Respublikasi so'zi katta harfda yoziladi. Qolgan qismlari mana kichkinada yoziladi. Xizmat ko'rsatgan murabbiymi, jurnalistmi, ixtirochimi, iqtisodchimi va hokazo. Bu tomonini kichkina harfda yozishingiz kerak bo'ladi. Faqat O'zbekiston Respublikasi katta harfda yoziladi, xolos. Ana endi turdosh otlarga yana bir to'xtalib o'tamiz, e'tibor bering. Turdosh otlarni 5 ta turga bo'lgan edik. Ulardan birinchisi shaxs otlari. Shaxs otlari aynan kasbi koriga, ijtimoiy holatiga, qarindoshligiga, nasl nasabiga, mansab unvoniga, yashash joyiga va yoshiga qarab bir nechta turlarga bo'linadi. Misol uchun yoshiga qarab chol, yigit, kampir, qiz, bola desangiz, bular bunga misol bo'ladi. Yashash joyiga qarab Toshkentlik, qishloqlik, shaharlik desangiz, bu yashash joyiga qarab. Unvoniga qarab rais, hokim, direktor desangiz, haydovchi desangiz, haydovchi emas, haydovchi kirmaydi unvon, u kasbkoriga qarab. Mana shular. Kasbiga qarab mana suzuvchi, zargar, haydovchi, suvchi so'zlari. Ijtimoiy holatiga qarab shoh, gado, malika degan so'zlarni olishingiz mumkin. Podshoh yoki qarindoshligiga qarab xola, amma, tog'a, ota, ona va hokazo. Nasl nasabiga qarab xo'ja, Said, Qurami degan so'zlarimiz bor, to'g'rimi? Mana shularni xon deyishingiz mumkin. Mana shunday turlarga ajratishimiz mumkin ekan shaxs otlarini. Va ba'zi bir shaxs otlari yasalish xususiyatiga ega. Aynan qo'shimchalar bilan, mana misol uchun chi qo'shimchasi bilan suvchi bo'lib, soz qo'shimchasi bilan soz bo'lib, kor qo'shimchasi bilan paxtakor bo'lib va hokazo. Bunday holatlar hali fe'lni yasalishda ham bir ko'zingiz tushadigan mavzu. Demak, turdosh otni shaxs otlariga oid ayrim ma'lumotlar mana shulardan edi. Ichida ba'zi birlarda fonetik hodisalar bor, i'ni uviga o'zgarishi yoki atoqli otdan mana bu lik qo'shimchasi bilan atoqli otga qo'shilib turdosh otni hosil qilish, aynan Andijonlik, Toshkentlik deganingizda bular keyin kichkina harfda yoziladi. Keyingisi narsa otlariga oid ma'lumotlarimiz. Narsa otlari, e'tibor bering, nima so'rog'iga javob bo'ladigan jonli jonsiz narsalarni bildiradi. Sababi jonli jonsiz deyishimizga sabab hayvonlar mana shu joyga kirgani uchun. Mana misol uchun daraxt desangiz yoki kiyik desangiz, telefon desangiz, hammasi. Va mavhum otlar ham narsa otiga kiradi. Go'zallik, qalb so'zlari bunga misol bo'ladi. Narsa otlaridan ham ba'zilari yasalish xususiyatiga ega. Misol uchun im qo'shimchasi bilan kiyim yasalyapti, don qo'shimchasi bilan kuldon yasalyapti, guldon yasalyapti, q qo'shimchasi bilan taroq yasalyapti, gich qo'shimchasi bilan chizgich, chizg'ich yoki sovutgich so'zlari yasalishi mumkin ekan. Keyingisi
o'rin joy otlarimiz qayer so'rog'iga, ba'zan nima so'rog'iga ham javob bo'ladi. O'rin joyni bildiradigan so'zlarni o'zini ichiga oladi. Qishloq, ko'cha, o'tloq, tolzor, maydon, hovli, bostirma, mehmonxona, qabriston va hokazo. Va o'rin joy otlarini ham qo'shimchalar bilan yasashimiz mumkin. Misol uchun, goh qo'shimchasi bilan sayilgoh, oromgoh, xona qo'shimchasi bilan darsxona, oshxona, zor qo'shimchasi bilan gulzor, daraxtzor va hokazo. Mana bunday hollarda ham o'rin joy otlari kiradi ekan. Bular yasama o'rin joy otlari. Ana endi faoliyat jarayon otlariga kirib to'xtalamiz. Faoliyat jarayon otlari kimsalarning yoki narsalarning faoliyat jarayonini bildiradigan so'zlar bo'ladi. Eslab qoling. Faoliyat jarayon otlarimiz ham yasalish xususiyatiga ega bo'ladi. Misol uchun, lik qo'shimchasi bilan ezmalik, im qo'shimchasi bilan terim, chilik murakkab qo'shimcha dehqonchilik, chorvachilik, yana shunga o'xshagan so'zlarni olishingiz mumkin. Chilik qo'shimchasi bilan garchilik degan so'z ham bor. Misol uchun, serobgarchilik deganda buni gar alohida emasda, serob asos, serobgar degan so'z yo'q, serobgarchi degan so'z ham yo'q. Demak, bu bitta murakkab qo'shimcha ekan, chilik degan. Xo'p, ik qo'shimchasi bilan yoki ko'rik degan so'zlar, bular hammasi faoliyat jarayon otlari ekan. Va faoliyat jarayon otlari ko'pincha nima so'rog'iga javob bo'ladi. Dehqonchilikni boshladim desangiz, nimani boshlading deb savol beriladi bunday holatlarda. Keyingisi payt otlari. Payt otlari payt ma'nosini bildirgan, ravish bo'lmagan so'zlarni bildiradi. Payt otlari qo'shimchasiz, ko'makchisiz qo'llanadi va nima so'rog'iga javob bo'ladi. E'tibor bering. Misol uchun, bahor keldi deganda nima keldi deysiz? Bahor so'zida qachon keldi demaysiz-ku. Bahor keldi, nima keldi? Shu sababli ham bu ot. Bahorda havo isiydi desa, qachon havo isiydi desangiz, o'sha mana da qo'shimchasini olib o'zgarib ketyapti. Lekin bizda payt oti bo'lishi uchun mana bu qo'shimchasi, ko'makchisi bo'lmasligi kerak. Shunda nima so'rog'i? Qo'shimcha qo'shilib qolsa, o'sha qachon so'rog'iga o'zgarib ketadi ekan. E'tibor bering. Qachon so'rog'iga o'zgarish uchun qo'shimcha kerak. Qachon so'rog'i bo'lmagan vaqtda nima so'rog'i bo'lishi uchun qo'shimcha bo'lmasligi kerak ekan. Ana endi keyingi kichkina mavzuchamiz bu aniq va mavhum otlar. Bu ham juda ham oson mavzulardan biri siz ko'zingiz bilan ko'radigan, qo'lingiz bilan ushlay oladigan otlar. Ikkinchisi esa siz ko'zingiz bilan ko'ra olmaydigan va qo'lingiz bilan ushlay olmaydigan, faqatgina tasavvur orqali his qilishingiz mumkin bo'lgan otlar ekan. Qoidalarga e'tibor beramiz. Xo'p, aniq otlarimiz qanday? Inson sezgi a'zolari, aynan ko'rishi, eshitishi, hid bilishi, ta'm bilishi, tana sezgisi bilan seza oladigan otlar aniq otlar. Eslab oling. 5 ta sezgi a'zoyimiz bilan ko'rishingiz kerak, eshitishingiz kerak, hidini sezishingiz kerak, ta'mini bilishingiz kerak va yoki tanangiz bilan, ya'ni ushlab ko'ra olishingiz kerak bo'lgan otlarimiz. Mavhum otlar qanday bo'ladi? Mavhum otlarni inson sezgi a'zolari orqali sezib bo'lmaydi. Ularni faqat ong orqali idrok qilamiz. Misol uchun, aniq otga kitob, mashina, uy, dutor, telefon degan so'zlarni olishingiz mumkin. Mavhum otga esa misol uchun xayol, dev, aql, go'zallik, quvonch, o'y, fikr degan so'zlarni olamiz ekan. Ana endi sizga yana bitta oson topishingizga yordam beradigan narsa, oddiy qilib aytganda, aniq ot tabiatda mavjud bo'lgan ot. Mavhum ot esa tabiatda mavjud bo'lmagan otlarimiz mavhum otlar bo'ladi ekan. Va ba'zi bir mavhum otlar yasama bo'ladi. Misol uchun mana ahmoqlik desangiz, sifatdan yasalgan, lik qo'shimchasi bilan tinchlik desangiz, bu ham yasalgan. O'kinch degan so'zimiz yasalgan yoki quvonch degan so'zimiz yasalgan. Mana ch qo'shimchasi bilan
quvonmoq fe'lidan. Mana shunday holatda mavhumotlarimiz ham yasalgan holda uchrashi mumkin ekan. Ana endi bilishingiz kerak bo'lgan ma'lumotlar bu otlarning lug'aviy shakl yasovchi qo'shimchalar. Otlarning lug'aviy shakl yasovchi qo'shimchalari unchalik ko'p emas. Bulardan birinchisi lar qo'shimchasi ko'plik ma'nosini ifodalaydi. Misol uchun kitoblar yoki bolalar desangiz, mana ko'plikni ifodalab kelyapti. Ikkinchisi kichraytirish, erkalash qo'shimchalari. Bularga cha, choq, chak qo'shimchalarini kiritishimiz mumkin. Bu kichraytirish qo'shimchalari. Misol uchun uycha, qo'zichoq, kelinchak degan so'zlarimiz bunga misol bo'ladi. Erkalash qo'shimchalarimiz ismlarga qo'shiladigan jon yoki bek va xon. Xo'p, yana qanday so'zlar bor? Misol uchun niso degan ismlarga qo'shilib keladigan qo'shimchalarimiz. Misol uchun Umidjon deganda jon qo'shimchasi, Og'abek desangiz bek bo'lishi mumkin. Dostonbek desangiz, Madinaxon desangiz, mana shu qo'shimchalarni uchratishingiz mumkin ekan. Endi mana shu lug'aviy shakl yasovchi qo'shimchalardan lar qo'shimchasini uslubiy xususiyatlari bor. Bu nima degani? Lar qo'shimchasi har doim ham ko'plikni bildiravermas ekan. Ba'zan u tur, navxil, jamlik, hurmat, kinoya, kuchaytirish va taxmin ma'nolarini ham ifodalab kelishi mumkin ekan. Va bular qanday holatda ro'y beradi? Tur, navxilni bildirish uchun mahsulotlarga qo'shilish kerak. Misol uchun do'konda guruchlar ko'p, suvlar ko'p, yog'lar ko'p desangiz, o'zi haqiqatda do'konda bitta yog' sotilmaydi. Uni ko'pligini siz bilasiz, lekin u yerda aynan yog'ning turi, guruchning turi nazarda tutilyapti yoki suvning turi. Qanaqadir suv, Hidrolifemi, Nestlemi, shunaqa narsa nazarda tutilyapti. Yoki jamlikni bildirsa, tasavvur qiling, Ma'muraxonlar kelishdi deganda, Ma'muraxonlar deb hozir aynan Ma'muraxon va uning yonidagi dugonalari, yaqinlari nazarda tutilyapti ekan. Hop, hurmat ma'nosida dadamlar ishlaydilar deganda aynan dadamlar deb otaga bo'lgan hurmatni ifodalayapti. Kinoya, janoblar kelibdilar-ku desangiz, janoblar deb bitta odamga qarab munosabatda bo'lyapsiz va kinoya ma'nosini bildiryapti, hurmat emas. Kuchaytirish ma'nosida, xo'p, ko'plikda ishlatilmaydigan so'zni kuchaytirsangiz bo'ladi. Misol uchun odamni boshi bitta, buni ko'plikda ishlatib bo'lmaydi, lekin boshlarim og'rib ketdi desangiz, siz uni kuchaytirib beryapsiz. Yoki quvonch so'zi ko'plikda ishlatilmaydi. O'zi quvonchni miqdori yo'q, lekin bu oxirgi paytlarda quvonchlarim ichimga sig'mayapti desangiz, quvonch so'zini kuchaytiryapsiz ma'nosini. Shunga o'xshagan holda kuchaytirish. Taxmin ma'nosida vaqt. Misol uchun soat 5larda boraman, 6larda yig'ilamiz degan gaplarda taxmin ma'nosini ifodalab beradi ekan. Xo'p, keyingi bilishimiz kerak bo'lgan narsa bu otning yasalishi. Otning yasalishi boshqa turkumlar singari ikki xil usulda amalga oshiriladi. Ya'ni birinchisi ot yasovchi qo'shimchalar orqali va so'zlarni qo'shib, juftlab orqali. Bunday usullarda yasash, ya'ni birinchi usulimiz bizda morfologik usul deyiladi. So'zga qo'shimcha qo'shib yasash. Ikkinchi usulimiz sintaktik usul deyiladi. Sintaktik usulimiz asoslarni bir-biriga qo'shib yasash. Morfologik usulni ikkinchi nomi affiksatsiya usuli deyiladi, ya'ni qo'shimcha qo'shib yasash. Affiksatsiya ham deb ataladi ekan. Affiksatsiya. Mana bu sintaktik usulni ikkinchi nomi esa kompozitsion usul deyiladi. Kompozitsion usul aynan asoslarni bir-biriga qo'shib yasalishi. Qo'shimcha qo'shilib yasashni yuqorida ham misollarini ko'rdik. Misol uchun mana gulchi deganda chi qo'shimchasi, kitobxon deganda xon qo'shimchasi bilan yoki faoliyat jarayonida ko'rdik. Dehqonchilik deganda chilik qo'shimchasi bilan yoki shaxs otida ko'rdik. Haydovchi deganda vch qo'shimchasi bilan. Xullas,
Morfologik usulimiz faqatgina qo'shimchalar bilan so'zlar yasab beradi ekan. Asoslarni qo'shamiz. Misol uchun ot va quloqni qo'shsangiz ot quloq yoki qayroq tosh degan so'zlarimiz, bu asoslar qo'shilib kompozitsion usulda yangi so'z hosil qilindi. Yoki hop, qo'l so'ziga qop so'zini qo'shsangiz qo'l qop bo'ladi. Beshik tebratar yoki ot quloq, shunga o'xshagan so'zlarimiz bunga misol bo'ladi. Sabzi taxta, kir sovun, shunga o'xshagan so'zlar. Yoki juftlab hosil qilish. Misol uchun qarang, mana bunaqa oddiy juftlangan holat bo'lsa, orzu, umid, dard, hasrat bular yasalmagan, o'zi bitta ot bo'lib turibdi. Misol uchun bordi, keldi desangiz, fe'llar juftlanib otga aylangan. Nima so'rog'iga javob beryapti. Oldi, berdi degan so'zimiz, keldi, ketdi degan so'zlarimiz kompozitsion usulda yasalgan fe'ldan juftlashib yasama otga aylanib qoldi. Keyingi bilishimiz kerak bo'lgan ma'lumotimiz bu otlarning tuzilishiga ko'ra turlari. Ona tilida hamma turkumlar otmi, sifatmi, fe'lmi farqi yo'q. U yordamchi so'z bo'ladimi, tuzilishiga ko'ra 4 ta turga bo'linadi. Bular sodda, qo'shma, juft hamda takror. Tuzilish bu sizga tashqi tomondan ko'rinishi. Misol uchun, odamga qarasangiz, odamni tuzilishini bundoq qaraysiz. Semizmi, ozg'inmi, uzunmi, kaltami, qorami, oqmi, uni tashqi tuzilishi. Ona tilidagi tuzilish ham xuddi shunaqa. Shundoq qaraganingizda ko'zingizga nima ko'rinyapti? Sodda otlar bitta asosda ko'rinadi ko'zingizga. Mana uy, yer, tosh, tuz so'zlari, kitob, qalam so'zlarimiz va tuzilishiga ko'ra sodda otlar ikkita bo'ladi. Sodda tub bo'ladi, sodda yasama bo'ladi. Tarkibida so'z yasovchi qo'shimcha yo'q bo'lsa sodda tub, tarkibida so'z yasovchi qo'shimcha bor bo'lsa sodda yasama. Misol uchun, boyagi gul so'zi sodda tub edi, don qo'shimchasini qo'shdik, guldon bo'ldi-da, sodda yasamaga aylanib qoldi. Ishchi desangiz ham sodda yasamaga aylanib qoladi ekan. Keyingisi qo'shma. Qo'shma bu otni tarkibida 2 va undan ortiq asos bor bo'lgan holat. Misol uchun, mana O'rta Chirchiq 2 ta asosi bor, Qo'lqop 2 ta asosi bor, Yangi yo'l 2 ta asosi bor, Uchqo'rg'on, Qashqadaryo, Markaziy Osiyo, Qorbo'ron va hokazo. Mana bular hammasi qo'shma otlar. Yarmi qo'shib yoziladi, yarmi ajratib yoziladi. Bularni ham joy nomlari asosan ajratib yoziladi. Bir-biridan farqlab olishingiz kerak. Keyingisi juft otlar. Juft otlar bir-biriga yaqin yoki qarama-qarshi otlarni juftlashidan hosil bo'ladi. Misol uchun, idish-tovoq degan so'zni olishingiz mumkin. Ona-bola degan so'zni olishingiz mumkin. Ota-ona degan so'zni olishingiz mumkin.